Voy, Krev eshitdingmi? Nimani? Xullas Odilbek yitel boru. Dana bu yerda yashaydiganmi? O'shani uyi yonib ketibdi. Seryozni. Da, qachon? Kecha kechqurun. Oho, nima endi yuz qo'yammi? Da, ta'mirlash kerak. Tushunarli. Qani? Oho, normal yonib ketibdi-yu. Da, cho'tki yongan lekin qanaqa cho'tki yonsa ham cho'tki bo'ladi, ahmoq. Endi qattiq yongan demoqchiman-da. Tushunarli. Lekin yomon yoribdi rostdan ham. Endi bu bechora qattiq yashaydi. Sal nima o'tirsan bu yerda? Prosta polizingga qarab o'tiramiz. Nima polizimga qarab mabodo o'g'irlayotgan yosam? Yo'q, nima qilamiz, rostni aytlar ekan. Rost bashiri bityor qo'yaymi? Ma'lum. Aytgancha kamerani yoqqandimi? Yo, barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana men o'sha Krev menga videolarga xush kelibsizlar bola. Xullas kalom jigarlar, hozir men mana bu yerda o'tirsam, qishloq aytdi, bola men hozir ko'rmagan ekanman bola qaranglar. Qishloqni yomib ketibdi, yomib bo'libdi lekin bola nima qilardik? O'zidan ayb bola, o'zi qarash kerak, o'zining uyini o'zi qo'rg'ab bilish kerak, to'g'rimi? To'g'ri, albatta bola. Xullas endi men har doim bilasizlar, poz ishimga chiqishim kerak. Endi esa birinchi poz ishimsa, keyin esa bilmayman bola. Bugun lekin ishim yo'q, bilmadim nima qilaman. Videolar men balkim sizlar uchun amayli bitta voqea bo'lar-da bola xullas. Lekin mana buni o'zi katta fojia. Voqea emas, bu katta fojia. Qishloqda yong'in chiqqan, ya'ni qishloqning o'zi uyi yonib ketgan. Bolani bilmadim men nima bo'ladi qishloqni mer aniq aytadi o'zi menga. Qishloqning uyini to'g'irla deydi. Bu aniq bola sababi mana bularni qo'ldan hech nima kelmaydi, sanlarni qo'linglardan. O'zi har doim seni ishlaringni ham men qilaman, o'zim ishlarimni ham o'zim qilaman. Birovni agarda birovni nima so'radi, chaqaloqni pampers almashish kerak bo'lsa ham men chaqirishadi. Palakat bor-ku. Nima ham qilardim bola. Shu qishloqda yashayman endi, playerlar bilasizlar, o'zi qishloqda yashamaydi, faqatgina shaharda yashashlari kerak Minecraft qoidalari bo'yicha. Lekin bola men esa shu qishloqda yashab yurman, o'shaning uchun nima ham qilardim endi. Mayli bola, endi mana bularni yaxshilab yig'ishtirim, endi merga topshirib berishim kerak. To'g'risi aytsam, merning yoniga borgim kelmayapti, o'zi mer menga ish buyursa, bola, mayli qilarimizda tur yo'qolinglar. Tagan esa boramizda bola, bularni topshiramiz. Stop, hozir ichkariga kim kirib ketdi? Qishloq yaxshimisan? Yaxshi kirib o'zing qilay. Yaxshi, bu yerda nima qilyapsan? Xullas kelam uyimni bitta himoya qilmoqchiman. Nimadan? Yong'indan. Qanaqa yong'in yana? Kecha ko'rmadingmi qishloqni o'sha yonib ketgani? Xullas kelam men ham xavfsizlik bo'yicha o'zim choralar ko'ryapman. Juda ham yaxshi. Bu nima bo'ldi? Bu o'zim siqladim. Seroz bitta kirib ko'ray. Mayli kira qol. Bola, bu yerda siqlat bor ekan. Bola, rostdan ham siqlat bor ekan, juda ham yaxshi. Stop. Bu qanaqa narsa bo'ldi yana? Bu bola juda ham zo'r texnologiya qo'yibdi, amali buni tushundim xullas. Assalomu alaykum mer. Ishni taqalatib ko'r. Palakat o'zurlar. Assalomu alaykum mer. Ishni taqalatib ko'r deyapman. Taqalatdim-ku. Kirsam bo'ladimi-de? Voy, palakat qadatdan. Mer kirsam bo'laylimi? Kir. Assalomu alaykum mer. Va alaykum assalom qilib, yaxshimisan? Yaxshi. Shuni senga odat qilib o'rgata olmadim. Men o'rganmayman. Sizga unaqa salom bermayman. Salom berib olding-a? Mayli, xullas mana buni solib ketdim. Qatga yetasan? Palakat, yana ish bormi? Ish bor. Qanaqacha aytingchi? Xullas kelam kecha qishloqning yonganini eshitgan bo'lsang kerak-a? Eshitdim. Xullas kelam o'shaning uchun xavfsizlik choralarini ko'rish maqsadida men yonilg'ini avtomatga o'chirish, masalan, olib kelganman, o'shani qishloqqa yoradasan. Voy, palakat, qayerda? Mana sandiqning ichida. Ko'rdingmi shtaplani? Xullas kelam o'shanda X taksanga, hozir olishim mumkin. Rahmat. Mayli, endi qilib beraman. Juda ham yaxshi, baribir pul bilan aldanasan-da. Endi ham kim qilib bermaydi. Mayli, xullas bola, endi bizda qishloqga mana bunaqa xavfsizlik uchun narsalarni o'rnatib chiqishimiz kerak, ya'ni yonilg'i bo'yicha xavfsizlik narsalarini. Unaqa xullas boshlaymiz-da. Birinchi mana bu yerga o'rnatamiz, sababi mana bu yerdan xullas bola shu yerga o'rnat deyapti-da, yurak shuni aytayapti-da bola. Mana bu yerga esa mana bunaqa o'rnatamiz, ya'ni bu xullas cho'ta qo'laysiz turdi. Qatga qo'yiladi bu. Mayli, mana qo'yib qo'yaveray. Xullas bola, bu bilasizlar, yong'inni o'chiradigan narsa va mana bu esa bu ham yong'inni o'chiradi va buni ichkarisiga qo'yib bo'lmaydi. Endi ichkarisiga bitta qo'yamiz. Biratan qarang, qo'yib ketdim. Rahmat. Arzimida. Endi esa xullas jigarlar bittasini har bir uyning yoniga bittadan qo'yib chiqishim kerak mana bunaqa qaladan va mana bunaqa qaladan. Xullas shunaqa qilib ketaman hammasini endi va qochib tur.
palakat shu yerga kelish shartmi san tur yo'qol degan esa buni bittasini mana bu yerga qo'yamiz va bu yerning yoniga tak bittasini tak mana bu yerlarga va ikkinchisini esa bu yerda lekin bola odam kiradi yapuradi lekin bola davay mana bu yerga qo'yamiz buni ayo olishga qulay yo'q qoladi tura qolsin mayli shu yerga mayli endi esa tak bittasini o'zim uyimga qo'yaman tak mana bu yerga qo'yaman bittasini va tak qayerga qo'yaman endi ikkinchisini uyimni ortiga qo'yay endi uyimni ortiga qo'ygan bilan yaxshiroq bo'ladi endi bola uyimni oldidan chiroyini buzmaydi uyimni va mana buni esa tak bittasini tak mana bu yerga o'rnatamiz va mana buni esa mana bu yerga ayo bular ham qulay turdi davayda bola hamma uyni oldiga emas mana bunaqa jonlariga o'rnatib chiqsa juda ham yaxshi bo'lardi endi cho'tki chiqdi bitta polni yoniga bitta o'rnatib ketaman degan esa va mana bu yerga bu bratanni ichida qanaqa bratan bu uyning ichida kim bor bilasizmi bilsanglar kerak-da hozir ko'rsataman assalomu alaykum Muhammad tog'a va alaykum assalom kadif tog'a yaxshimisan yaxshi o'z qili yaxshi-da qaranglar bo'la bu bratan men bilan sotadi youtube video tushiryapsanmi da bo'lmasang bitta narsa aytib qo'ying aytingchi xullas kiram kanalga obuna bo'lalaring videoga like boslaring buni manbat buyurmoqda juda ham yaxshi aytdingiz bratan вообще qo'ylatib yubordingiz bor gap yo'q lekin qarang buni nimaga o'rnatyapsan bularnimi nimaga osmon qarayapsan bo'ynimda rejam bor palakat rejanga san yo'qol to'g'risi qarashi juda ham qulay bo'ldi menga degan esa bittasini mana bu yerga qo'yamiz va ikkinchisini mana bu yerga qo'yamiz normali omborxona bo'ladi omborxona o'sha yerga tak mana bunaqa qilamiz va normali degan esa bittasini tak mana bu yerga o'rnatamiz va ikkinchisini esa tak bo'la mana bu yerga o'rnatsa yaxshiroq bo'ladi sababi bu juda ham uyi katta-yu o'shaning uchun bola o'chirish sal qiyinroq bo'lishi mumkin prosta oladi keladi o'chiradi juda ham yaxshi bo'ladi tak bittasini esa mana bu tarafga yon tarafga qo'yamiz oppa palakat shu manimcha ikkalasiga yetsa kerak yetadi aniq degan esa buni esa mana bu yerga qo'yamiz bittasini va ikkinchisini esa tak mana bu yerga qo'yamiz va все mana bu yerga manimcha qo'yilmay ketdi tak mana bitta va mana bu yerga bola o'yin shuni to'g'irlash kerak qishlog'i qara uyimni rasvosiga rasvos nimasi lekin uyini rasvogan ko'ryapman o'zi tilim ham sepdan chiqdi to'g'ri aytasan uysiz qoldi bola bechora takan esa mana bitta qo'yib ketaylik kelinglar lekin bola endi nima keragi bor uy yonib ketdi allaqachon mayli bola o'zidan ayb bilmadim nimaga yongan uyi balkim bola shu o'zi xavfsizlik choralarini ko'rmagan bu yerga esa ko'proq qo'yish kerak sababi bu yerda bilasizlar nima turadi mashinalar yonib ketsa nima bo'ladi bo'ldi tamom jigar tak mana bu yerga xolos bittasini qo'yamiz va mana bu tarafga bu yerda lekin mashina o'tadi bola qirib shu yerga tegib ketishi mumkin mashinaga bittasi kelib mana bu yerga qo'ysam menimcha normal bo'ladi bu yerda ham mashina o'tadi xolos bola bittasi yetadi va ikkinchisini esa tak mana bu yerlarga o'rnatib qo'ysam mana ustiga qo'ysa bo'lar ekan barakat buni ustiga qo'yamiz kelinglar deganda esa oppa turishiga qaranglar buni juda ham yaxshi tak bittasi mana bu yerga o'rnatib ketsam bu yerda mashina o'tadi bolalar qirib olsa juda ham yomon bo'ladi xudo biladi bola bu yerga qanaqa mashina keladi balkim peyliklar kelib qolsa lekin urib olsa buni kim o'rnatdi krif o'rnatdi bo'ldi tamom jigarlar mani sudlab boshladi bo'ldi undan keyin o'tiraveraman jigarlar bu esa menga bunaqa problema kerak emas va kirish joyiga ham bitta qo'yib qo'yamiz o'rmonni o'chirishlari uchun o'rmonga ko'proq qo'yamiz kelinglar tak mana bu yerga bitta tak endi suvni yoniga bitta qo'yishimiz kerak bilmadim bola bu shuncha suvni qayerdan oladi mayli bola baribir zamon o'zgarganda bola zamon o'zgarganda kattagan esa ko'proq mana bu yerga qo'yib chiqaylik ya'ni daraxtlar keltirib mana bu yerga bitta va mana bu yerga ham bitta o'rnatib chiqsa juda ham yaxshi bola endi esa menimcha normal xavfsizlik choralarini ko'rdik degani bu ya'ni bola endi menimcha normal umuman endi menimcha bola ya'ni nima demoqchi edim bola xullas yonilg'i xullas bola yong'in chiqish foizi endi sal kamaydi va mana bu yerga bitta qo'yib chiqsa bo'ldi все menimcha uy qolmadi mana bu bitta bola ikkita uy qolib ketibdi shularga qo'yib chiqsa bo'ldi undan keyin lekin bola men yanada qishloqni kattalashtirishimiz kerak bu juda ham ozgina bu qishloq ozgina kichkinaroq normal bo'ldi endi esa mana bu yerning ortiga bitta qo'ysam kerak emas bola tak menimcha normal hammasi shotki turdi juda ham yaxshi bola menimcha mana uyni bitta to'g'irlab bersam ekan
bitta bo'la to'g'rilab beraylik, shu ozgina insof bo'la, o'ziga insofli bo'laylik deb mana bu bitta qo'yib ketaylik. Endi mana bu bitta qo'yib ketsak juda ham yaxshi. Xullas, daraxt chopamiz ham qishloqning uyini to'g'rilab bersak juda ham yaxshi bo'lardi. Sabab bola juda ham rahim kelyapti-da bola. Sababi uyi yonib ketgan qatta yashaylik kerak to'g'rilab bersam, bizlar nimaga to'g'rim bormi? Darib hozir bekorchimiz. Uyga borib nimasi bo'ladi? Kompyuter ko'rib o'tiramangacha birovga savob ish qilaylik. Degan esa buni olamiz va shunaqa qilsa yetsa kerak. Unchalik ham katta uy emas, undan qarasa remont bo'ladi. Endi qaranglar, bizda mana 2 stak dollar bor. Juda ham yaxshi bo'ladi. Unchalik ham ko'p emas, bo'ladi xolos, bo'ladi. Endi esa boramiz, to'g'rilab beramiz uyni. Undan keyin esa bo'yayotganda uyda o'tiramiz. Bo'ldi, umuman ish yo'q. Undan keyin qishloqi, nima deysan? To'g'rilab bermoqchi uyni. Seriyozmi? Da, rahmat qilib arzimaydi. Xolos, lekin mana bularni o'rniga o'zing qo'yib o'rasan, o'zicha menda unaqa narsalar yo'q-da. Bo'ldi, qilib abdushi. Arzimaydi. Oppana qilamiz. Xunuk ko'p qoldi, lekin qishloqga bo'laveradi. Degan esa bu yerga ikkita qo'ysa, bo'ldi, vsiyo bolam, uyni to'g'rilandi, mamcha. Bo'ldi, qolmadi, juda ham yaxshi. Qishloq mana olib qo'y, keyinroq kelib oladi senga. Rahmat qilib arzingni mana bundan qo'ysam, kerak qoladi senga. Bo'ldi, vsiyo. Undan keyin bo'ldi. Hammasi cho'tka, hammasi naysiga kelib mana bu bitta qo'y yurak shuni aytibdi-da. Ayyo bola, yurak cho'ti xato aytdi-yu. Mana qo'yib ketaylik bo'ldi. Keyin esa xolos boramiz-da. Mer xolos keyin mana bilan solib ketaman. O'rnatib oldingmi? Da, hammasini o'rnatdim. Bo'ldi, rahmat. Arzimaydi. Barakat, shu eshigingiz ishtomni qisib qo'yaveradi. Nima shu eshigingizni mana shu tomdan bitta nimasi bormi deyman, shu eshikni. Mayli bola, nechata endi ichkariga kirib xolos telefonimni va pullarimni solib qo'yaman. Undan keyin xolos mana bu yerda o'tirib olib, bilmadim endi bola, balkim bitta o'yin o'ynarman qishloq bilan. Bola qishloq kirib o'tiribdi. Voy, ularni o'ynaymiz endi.